Hurmatli tomoshabinlar, bugungi videomiz hammamiz uchun o'ta muhim. Ayniqsa hurmatli nafaqaxo'rlarimiz diqqatiga sizning moddiy ahvolingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin bo'lgan jiddiy o'zgarishlar haqida so'z boradi. Bu ma'lumot nafaqat sizning bugungi kuningiz, balki kelajagingiz uchun ham katta ahamiyatga ega. Shuning uchun iltimos, diqqat bilan eshiting va videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu muhim ma'lumot boshqalarga ham yetib borishi uchun like bosishni unutmang. Bu har biringizning mas'uliyatingizdir. Keling, muammoning tub mohiyatini tushunib olaylik. Ilgari nafaqalar tizimi nisbatan barqaror va tushunarli edi. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar, ayniqsa davlat korxonalarida uzoq yillar ishlaganlar, o'zlarining pensiya miqdori ma'lum bir formulalar asosida hisoblanishini va unga har yili inflyatsiya darajasiga qarab avtomatik ravishda o'zgarish kiritilishini bilishardi. Bu jarayon odatda qo'shimcha hujjatlar yig'ish yoki ariza yozishni talab qilmasdi. Pensiya fondi barcha ma'lumotlarni o'zi to'plardi va hisob-kitoblarni amalga oshirardi. Misol uchun, ko'p yillar davomida fuqarolar o'zlarining ish stajlari to'g'risidagi ma'lumotlarni mehnat daftarchalari orqali tasdiqlashlari kifoya edi va ularning so'nggi ish haqi miqdori pensiya hisoblashda asosiy omil bo'lib xizmat qilardi. Bu tizim ko'plab kishilar uchun qulay va shaffof edi. Chunki odamlar har yili o'z pensiya kitobchalaridagi ko'rsatkichlarga qarab qancha miqdorda o'sish bo'lishini taxminan bilishardi. Har bir ko'rsatkich aniq bir asosga ega edi va bu asosni topish yoki uning mohiyatini tushunish qiyinchilik tug'dirmas edi. Ammo hozirgi vaziyatda sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Hukumat nafaqalarni hisoblash metodikasiga jiddiy yangi qoidalarni kiritdi. Bu o'zgarishlar faqatgina birgina moddani o'zgartirish bilan cheklanib qolmadi, balki butun pensiya tizimining bir necha jihatlarga ta'sir ko'rsatdi. Jumladan, nafaqaga chiqish yoshiga oid ayrim bandlar, ish stajini hisoblash tartibi, nafaqani qayta hisoblash mexanizmlari va hatto nafaqa to'lash tartibi ham o'zgarishlarga duch keldi. Bu o'zgarishlarning asosiy sabablaridan biri mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish, pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash ham adolatli tizim yaratish ekanligi ta'kidlanmoqda. Shuningdek, aholi demografiyasidagi o'zgarishlar, ya'ni umr ko'rish davomiyligining o'sishi va tug'ilish darajasining ma'lum o'zgarishlari ham ushbu islohotlarga turtki bo'lganligi aytilmoqda. Natijada bu yangi qoidalar ko'pchilik nafaqaxo'rlar uchun pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Kimdir uchun bu o'zgarishlar ijobiy bo'lishi mumkin bo'lsa, boshqalar uchun kutilmagan qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun bu o'zgarishlarning har bir jihatini batafsil tushunish muhimdir. Keling, ushbu o'zgarishlarning har bir jihatini batafsil ko'rib chiqaylik. Kimlar bu yangi qoidalardan xavotirga tushishi kerak va kimlarning xavotirlanishiga hojat yo'q? Avvalo, shuni bilish kerakki, yangi qoidalar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining nafaqalarni tayinlash va to'lash tartibini takomillashtirish to'g'risidagi yangi qaroriga asosan joriy etilgan bo'lishi mumkin. Bu qaror, masalan, 2024 yil 1 yanvardan kuchga kirgan bo'lsin. Kimlar xavotirlanishi kerak? Birinchi guruh ishlaydigan nafaqaxo'rlar. Agar siz pensiyada bo'lishingizga qaramay, ish faoliyatingizni davom ettirayotgan bo'lsangiz, yangi qoidalar sizning pensiya hisobingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Ilgari ishlaydigan nafaqaxo'rlar ham ish haqi, ham pensiya olish huquqiga ega edilar va bu odatda muammosiz kechardi. Biroq yangi qarorga binoan ishlaydigan nafaqaxo'rlar uchun pensiyani qayta hisoblash yoki uni to'lash tartibida o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi mamlakatlarda ishlaydigan nafaqaxo'rlar pensiyaning to'liq miqdorini emas, balki ma'lum bir foizini olishadi. Yoki aksincha, ish stajiga qo'shilgan yillar uchun pensiya qayta hisoblanishining yangi mexanizmi joriy etilgan bo'lishi mumkin. Bu esa nafaqani oshirishga xizmat qiladi. Ammo buning uchun nafaqaxo'rning o'zi pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi talab etiladi. Misol, Ahmad aka 70 yoshda 20 yildan ortiq stajga ega va davlat korxonasidan 2 million so'm pensiya oladi. U nafaqaga chiqqandan so'ng xususiy kompaniyada yana 5 yil ishladi. Ilgari uning pensiyasi o'zgarmasdi. Qo'shimcha ish haqi olishi uning pensiyasiga ta'sir qilmasdi. Ammo yangi qoidaga ko'ra, agar Ahmad aka o'z ish stajini qayta hisoblatmoqchi bo'lsa, u pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi va so'nggi 5 yillik ish haqi ma'lumotlarini taqdim etishi kerak. Agar u buni qilmasa, uning pensiyasi eski hisob-kitobda qoladi va unga tegishli bo'lgan
potensial o'sishdan mahrum bo'ladi. Agar qoidalar boshqacha bo'lib, ishlaydigan nafaqaxo'rlarning pensiyasi to'liq to'lanmasa, Ahmad aka yangi qoidalar sababli nafaqasining ma'lum bir qismidan, masalan, 5 ming so'mdan mahrum bo'lishi mumkin. Bu uning oylik daromadiga sezilarli ta'sir qiladi. Shuning uchun ishlaydigan nafaqaxo'rlar o'zlarining vaziyatlarini pensiya jamg'armasida aniqlab olishlari shart. Ikkinchi guruh qarovda oila a'zolari bo'lgan nafaqaxo'rlar. Agar sizning qarovingizda boqiluvchi shaxslar, masalan, voyaga yetmagan farzandlar, nogironligi bor oila a'zolari bo'lsa va siz ular uchun qo'shimcha nafaqa yoki ustama olayotgan bo'lsangiz, bu boradagi qoidalarda ham o'zgarishlar yuz berishi mumkin. Misol uchun, ilgari nogiron farzandlar uchun nafaqa olishda yosh cheklov bo'lmagan bo'lsa, yangi qoidalarga ko'ra bu yosh cheklov joriy etilgan bo'lishi mumkin. Misol, Dilbar opa 65 yoshda. Uning 25 yoshli nogiron qizi bor va u qizi uchun qo'shimcha nafaqa oladi. Yangi qoidalarda, masalan, boqimandlar uchun nafaqa to'lash faqat 6 yoshgacha bo'lgan nogiron bolalarga tegishli deb ko'rsatilgan bo'lsa, Dilbar opa qizi uchun oladigan qo'shimcha nafaqadan mahrum bo'lishi mumkin. Yoki aksincha, bu kabi qo'shimcha nafaqalarni olish uchun har yili tibbiy ko'rikdan o'tish yoki ma'lum hujjatlarni qayta taqdim etish majburiyati joriy etilgan bo'lishi mumkin. Agar Dilbar opa bu yangi talablarni bajarmasa, u ham ushbu qo'shimcha nafaqadan mahrum bo'ladi. Shuning uchun bu toifadagi nafaqaxo'rlar o'zlarining holatlarini zudlik bilan aniqlashtirishlari lozim. Uchinchi guruh chet elda yashovchi yoki uzoq muddat safarga ketgan nafaqaxo'rlar. Agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, lekin chet elda doimiy yashayotgan bo'lsangiz yoki uzoq muddatga boshqa mamlakatga ketgan bo'lsangiz, pensiya olish tartibida ham o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda pensiyani olish uchun har yili shaxsiy mavjudligini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etish talab etilishi mumkin. Bu bank hisob raqamiga pensiya o'tkazishda yoki diplomatik vakolatxonalar orqali olishda qo'llanilishi mumkin. Misol, Nodir aka Oltuntakish yoshda 10 yildan beri Rossiyada yashaydi va O'zbekistondan pensiya oladi. Ilgari uning pensiyasi o'zining O'zbekistondagi bank kartasiga muntazam o'tkazilardi va u bu kartadan Rossiyada foydalana olardi. Yangi qoidaga ko'ra esa endilikda u har yili O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi yoki konsulligiga borib, o'zining tirik ekanligini tasdiqlovchi hujjatni olishi va uni pensiya jamg'armasiga yuborishi shart qilingan bo'lishi mumkin. Agar Nodir aka bu talabni bajarmasa, uning pensiya to'lovlari to'xtatiladi. Bu ayniqsa jismoniy imkoniyati cheklangan, uzoq masofada joylashgan yoki diplomatik vakolatxonalarga borish imkoniyati bo'lmagan kishilar uchun jiddiy muammo tug'dirishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar, ayniqsa faqatgina davlat pensiyasini oladigan va boshqa hech qanday qo'shimcha ishlamayotgan, qarovida maxsus yordamga muhtoj shaxslari bo'lmagan shaxslar uchun katta o'zgarishlar yuz bermasligi mumkin. Ularning pensiyalari avvalgidek tartibda to'lanishda davom etadi va ular uchun qo'shimcha hujjat talab etilmasligi ehtimoli katta. Bu asosan faqat yoshga doir oddiy pensiya oluvchilarga taalluqlidir. Biroq bu ham sizning vaziyatingizni to'liq tekshirish uchun sabab bo'lmasligi kerak. Baribir barchaga pensiya jamg'armasi bilan bog'lanib, o'z holatini aniqlab olish tavsiya etiladi. Sababi, ba'zida umumiy qoidalarda kichik bir band bo'lishi mumkinki, u sizning holatingizga tegishli bo'lishi mumkin. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Qoidalardagi istisnolar e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan tuzoqlar va noaniq jihatlar. Pensiya qonunchiligi ko'pincha murakkab tizim bo'lib, uning har bir bandi o'ziga xos talqinga ega bo'lishi mumkin. Istisnolar ba'zi toifadagi nafaqaxo'rlar yangi qoidalardan to'liq yoki qisman ozod qilinishi mumkin. Masalan, harbiy xizmatchilarning nafaqalari, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun tayinlangan pensiyalar, ayniqsa I va Y guruh nogironlari yoki maxsus xizmatlar uchun nafaqa oluvchilar. Bu toifalar ko'pincha alohida qonunlar yoki hukumat qarorlari bilan tartibga solinadi. Misol, Ikkinchi jahon urushi faxriylari yoki Chernobil AES avariyasini bartaraf etishda qatnashgan shaxslar odatda har qanday yangi qoidalardan mustasno bo'lishadi. Ularning nafaqa va imtiyozlari qat'iy davlat kafolati ostida bo'ladi va yangi o'zgarishlar ularning holatiga ta'sir qilmasligi mumkin. Shuningdek, I va guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan nafaqalar ham ko'pincha alohida himoya ostida bo'ladi. Agar siz shu toifalardan biriga kirsangiz, sizning holatingiz istisno bo'lishi mumkin. Ammo bu borada ham aniqlik kiritish ortiqcha bo'lmaydi. Tuzoqlar va noaniq jihatlar hujjatlarning to'liq emasligi
pensiya hisob kitobida eng ko'p uchraydigan muammolardan biri hujjatlarning to'liq emasligi. Ko'pchilik o'zining ish stajini tasdiqlovchi barcha ma'lumotlarni, jumladan arxiv-ma'lumotnomalarni, diplomlarni, harbiy biletlarni to'liq taqdim etmaydi. Yangi qoidalarga ko'ra, agar ba'zi hujjatlar yetishmayotgan bo'lsa, pensiya fondi avtomatik tarzda mavjud ma'lumotlar asosida hisob-kitobni amalga oshirishi mumkin. Bu esa sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shimcha summadan mahrum etishi mumkin. Misol, Zuhra opa maktabda 35 yil ishlagan. Ammo uning mehnat daftarchasida 1930 yildan 1935 yilgacha bo'lgan davrga oid yozuvlarning ba'zi joylari o'chib ketgan. Agar yangi qoidalar qat'iyroq bo'lib, har bir yozuvning rasmiy tasdig'ini talab qilsa, Zuhra opa o'sha 5 yillik stajini tasdiqlay olmasa, uning pensiya miqdori kutilgandan ancha kamayishi mumkin. Uni tasdiqlash uchun esa o'sha yillardagi maktab arxiviga murojaat qilish kerak bo'ladi. Bu esa vaqt va kuch talab qiladi. 2. Hisoblash davrining o'zgarishi. Pensiya miqdori ko'pincha so'nggi ish haqiga qarab hisoblanadi. Yangi qoidalarda pensiya hisoblash uchun qaysi davrdagi ish haqi inobatga olinishi bo'yicha o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ilgari, masalan, so'nggi 5 yil yoki istalgan ketma-ket 5 yillik ish haqi olinardi. Agar endi faqat so'nggi 30 yillik ish haqi olinadigan bo'lsa, bu ko'pchilikning pensiya miqdoriga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa, pensiya oldi yillarda ish haqi kamaygan bo'lsa. Men misol, Sobir aka 60 yoshda. Uning eng yuqori maoshi 1990 yillarning oxirida bo'lgan, so'ngra u kichikroq lavozimlarda ishlagan. Agar yangi qoida faqat so'nggi 5 yildagi maoshni hisoblashni talab qilsa, Sobir akaning pensiyasi uning eng yuqori daromad olgan davriga nisbatan sezilarli darajada kamroq bo'ladi. Xizmat muddatini hisoblashdagi noaniqliklar. Ba'zi sohalardagi xizmat muddati imtiyozli tartibda, ya'ni bir yil staj, yil yoki 2 yil deb hisoblanardi. Masalan, yer osti ishlarida, tibbiyotning ayrim sohalarida. Yangi qoidalar bu imtiyozli hisoblash tartibini bekor qilishi, o'zgartirishi yoki cheklashi mumkin. Misol, Malika opa 25 yil davomida og'ir sharoitlarda, masalan, kimyoviy zavodda ishlagan va uning har bir yili 21 yil deb hisoblanib, unga 31 yillik staj berilgan edi. Agar yangi qoida bu imtiyozni bekor qilsa, uning staji 25 yil deb hisoblanadi va bu uning pensiya miqdoriga salbiy ta'sir qiladi. Bu kabi o'zgarishlar ayniqsa shu sohalarda ishlagan nafaqaxo'rlar uchun juda muhimdir. 4. Bank kartalariga o'tkazish tartibidagi o'zgarishlar. Pensiya naqd pulsiz bank kartalariga o'tkazish tartibida ham o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ba'zi banklar xizmat haqi miqdorini oshirishi yoki pensiya kartalariga xizmat ko'rsatish shartlarini o'zgartirishi mumkin. Misol, ko'plab nafaqaxo'rlar Xalq banki kartalariga pensiya olishadi. Agar yangi qoidalar bu xizmat ko'rsatish shartlariga o'zgarish kiritsa, masalan, har oy ma'lum bir komissiya ushlab qo'linadigan bo'lsa, bu ham kichik miqdorda bo'lsa-da, nafaqaxo'rning daromadiga ta'sir qiladi. 5. Noto'g'ri ma'lumotlarga asoslanish. Turli manbalardan eshitilgan, rasmiy tasdiqlanmagan ma'lumotlarga tayanib ish tutish juda xavfli. Internetdagi shubhali saytlar yoki ijtimoiy tarmoqlardagi mish-mishlar ko'pincha yolg'on bo'lib chiqadi. Har doim ishonchli rasmiy manbalardan ma'lumot olish zarur. Amaliy maslahatlar. Sizning har biringiz bu vaziyatda nima qilishingiz kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar beraman. 1. Rasmiy ma'lumot manbasini toping va o'qing. Avvalo, O'zbekiston Respublikasi hukumati portali, Adliya vazirligi veb-sayti yoki pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytiga kiring. Yangi qaror yoki qonunning to'liq matnini toping va uni diqqat bilan o'qib chiqing. Agar tushunarsiz joylari bo'lsa, ularni qayd qilib oling. Odatda bu hujjatlar Norma.uz yoki Lex.uz kabi huquqiy portallarda mavjud bo'ladi. Hujjatning raqamini va qabul qilingan sanasini eslab qoling. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 1 dekabrdagi 567 sonli nafaqalarni tayinlash va to'lash tartibini takomillashtirish to'g'risidagi qarori. 2. Pensiya jamg'armasi hududiy bo'limiga murojaat qiling. Sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi hududiy bo'limiga shaxsan tashrif buyuring. Shaxsan borishga imkoni bo'lmaganlar uchun ishonchli vakil orqali murojaat qilish imkoniyati ham mavjud, ammo ishonchnoma notarial tasdiqlangan bo'lishi shart. Borishdan oldin quyidagi hujjatlarni tayyorlab boring. Pasportingiz, asl nusxasi va nusxasi, mehnat daftarchangiz, asl nusxasi va barcha sahifalarning nusxasi, pensiya guvohnomangiz. Agar mavjud bo'lsa, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, ayniqsa pensiya tayinlanishidan oldingi davrlarga oid
agar saqlangan bo'lsa, nogironlik guvohnomasi agar bo'lsa, boqo'mandalar to'g'risidagi hujjatlar, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nogironlik guvohnomasi agar bo'lsa, agar siz chet elda yashayotgan bo'lsangiz, konsullikda olingan shaxsiy mavjudligingizni tasdiqlovchi hujjat, pensiya jamg'armasi xodimiga o'z vaziyatingizni tushuntiring va yangi qoidalar sizning pensiya miqdoringizga qanday ta'sir qilishini so'rang. Agar pensiyangizni qayta hisoblash zarur bo'lsa, bu borada yordam so'rang. Qayta hisoblash bo'yicha ariza namunasini joyida olishingiz yoki jamg'armaning veb saytidan yuklab olishingiz mumkin. Arizada shaxsingizni tasdiqlovchi ma'lumotlar, pensiya turini aniq ko'rsatish va yangi hisob-kitobni so'rash kabi bandlar majburiy bo'ladi. Arizaning 2 nusxada tayyorlang va bittasiga qabul qilgan xodimning imzosi, sanasi va muhri bilan tasdiqlatib oling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini oladi. 3 onlayn xizmatlardan foydalaning. Hozirgi kunda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My.Gov orqali ham ko'plab xizmatlarni olish mumkin. Bu portal orqali pensiya holati to'g'risida ma'lumot olish, ba'zi turdagi arizalarni topshirish imkoniyati mavjud. Portalda ro'yxatdan o'ting va pensiya bo'limini qidirib, o'z holatingizni tekshiring. Bu ayniqsa viloyat markazlaridan uzoqda yashovchi nafaqaxo'rlar uchun qulaydir. 1. Ishonch telefonlariga murojaat qiling. Pensiya jamg'armasining yoki Xalq bankining pensiya to'lovlarini amalga oshiruvchi asosiy bank ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizga javob olishingiz mumkin. Bu telefon raqamlarini ularning rasmiy veb saytlaridan topishingiz mumkin. Qo'ng'iroq paytida shaxsiy ma'lumotlaringizni aytishga tayyor turing, chunki sizning shaxsingizni tasdiqlash talab etilishi mumkin. 5. Ma'lumotlarni tekshiring va solishtiring. Pensiya to'lovlari kelib tushganda bank hisob varag'ingizdagi tushumlarni diqqat bilan tekshiring. Agar miqdor kutilmaganda o'zgargan bo'lsa, sababini aniqlashtiring. Pensiya jamg'armasi yoki bankdan rasmiy yozma tushuntirish talab qilishdan cho'chimang. Bu sizning huquqingizdir. Xulosa qilib aytganda, hurmatli nafaqaxo'rlar, ushbu ma'lumot sizning shaxsiy moliyaviy barqarorligingiz uchun nihoyatda muhimdir. Yangi qoidalar ko'pchilikka bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun har biringiz pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'z holatingizni aniqlab olishingiz shart. Bu sizning huquqingiz va burchingizdir. Hech qanday shubhali ma'lumotga ishonmang, faqat rasmiy manbalarga tayanib ish tuting. Hozirgi davr har biringizdan faollik va mas'uliyat talab qiladi. Ushbu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikr va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu orqali biz boshqa nafaqaxo'rlarga ham yordam berishimiz mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, toki bu muhim ma'lumot kengroq auditoriyaga yetib borsin. E'tiboringiz uchun rahmat, o'zingizni ehtiyot qiling.